Assalomu alaykum Ustama Sharipov kanali obunachilari, hurmatli yurtdoshlar. Yurtdoshlarimizdin G'ayudagi obyektimizni bitirdik. Uzunligi 4,5 metr. Sagini yetmedi. Xullas, shu razmerda qurib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Sizlar birinchi ta'minot ko'targan bo'lsa, berimizda 50 sm rабочий stoli, 15 kilolik qozonimiz, berimizda Korolevskiy mangalimiz, tiyinda odun qo'yadigan dronlik xonasi bor, cho'mir odun qo'yaverasizlar. Xo'sh, berimizda rабочий stoli 55 sm deyim. Mo'ykamiz, yana ham rабочий stoli. Ko'rishingiz mumkin, bu tiyini beklab turadi, beri chalak. Xullas, sifon ulaydilar mo'ykanikini. Mana eshikning svetini, bu ikkisini svetini boshqacha svet etadi ekanlar. Klientimiz ana shu uchun biz bo'yamadik, o'zlarimiz bo'yimizda shu holatda topshirdik xullas. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bu obyekt topshirdik. Kim agar shuningdek letniy kuxnyasi o'tadigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlariga murojaat qilaverasizlar. WhatsApp, Telegram ochilgan shu nomerimizda. Musofirda bo'lsanizlar ham WhatsApp orqali gaplashib, uyingizda shuning chiroyli obyektlarni qurib berishingiz mumkin. Siz do'stlar, bizani kuzatishda davom etinglar. Videomiz yoqsa like'larni bosib, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Xudo xolasa endi bu klientimiz Alisher Qozog'istonda o'zi musofirda yuribdi. 10 kundan keyin keladi. Shu vaqtda yoqib, xudo xolasa ustini granitlarni bostiradi ekanlar. Doshlarni qo'yib, tayyor bo'lgandan keyin kelib zakoniyat bir video atamiz. Shu vaqtda sizlarga tutun tortishini ko'rsatamiz. Hozir endi men borgandan keyin yoqasiz dedi, hozir yoqmang dedi, shuning uchun klientimiz aytgan uchun yapmadık eşitsen. Kazanımıza geladigan bo'lsak, bu kazanımız gazdan modundan foydalanaverasizlar. İkisinden ham. Galelikdan ko'p ketganmiz, galelikamizni do'rga qo'yaverasizlar. Tiyinda kuloladigan yeri. Xudo xolasa, bu obyektimiz bitdi. Keyingi obyektimiz endi Aliposkida bo'ladi. Tomosha qilib boraverasizlar bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaning ishini omad, hammaga kuch-quvvat.